1,5 trillion so'mlik noyob loyiha. 100 mingdan ziyodroq bir kunlik tashrif bo'ladi. Qalbi boshlanishi. 45 gektar maydondagi katta kompleks va muhtasham majmua. Juda ham bir buyuk joy. İnsanlar ma'rifat, ma'naviyat olib ketadigan joy. Butun dunyo uchun bir ilmiy markaz. Tarixiy bir voqea. 65 ming ziyoratchi xizmat ko'rsatadigan madaniy markaz. Majmua endi bu jahonda yagona bunday ulug' majmuani yaratgan avvalo prezidentimizga juda uzoq umrlar bersin. Bu endi ming yillar davomida faxrlanib yurishadi. Yangi O'zbekiston durdonasi. Muhaddislar sultonining innovatsion muzeyi. Butun dunyo qoyil qoladigan joy bo'ldi. Makka va Madinadan keyingi islom olamining muqaddas manzili. Ziyoratga kelish baxt bizlar uchun katta. Bola chaqa nevaralar bilan birga keldik. Juda chiroyli, ko'rkam. Bu dunyodagi ajoyib mo'jizalarning ro'yxatiga kirgizilsa kerak xudo xolisi. Yangi masjiddagi ilk hayit namozi. Meni ko'rib hayron qolyapman hozir. Tasavvurimga sig'magan to'g'riga. Bulutlar orasidan ko'rinib turgan ushbu oppoq nurli majmua Toj Mahal yoki Madinadagi Masjid-i Nabaviy emas. O'zbekistondagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi. U tom ma'noda yangi O'zbekistonning durdonasi. Ushbu ulug'vor bunyodkorlikning bosh me'mori va tashabbuskori Prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Mazkur majmua 2018-yilda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan keng ko'lamli bunyodkorlik natijasida mutlaqo yangi qiyofaga ega bo'ldi. O'tgan davrda u buyuk muhaddis bobomizning islom olamida tutgan yuksak mavqei, ulkan salohiyatiga munosib tarzda qaytadan bunyod etildi. Hadis ilmining sultoniga prezidentimiz tomonidan katta ehtirom ko'rsatilib, bugun bu manzil ma'naviy maskan, ma'naviy markazga aylandi. Tarixiy bir voqea. Shunaqangi bir tarix, men buni qalbimdan gapiraman. Hazrat Imom Buxoriy qanday tarix bo'ldilar? Jahon e'tirof qilgan bir oliy inson. Ulamo jahonda u kishi qanday e'tirof qilingan bo'lsa, qanday dunyo tarixida birinchilardan bo'lgan bo'lsa, bugun alhamdulillah bu majmua shunaqa. Tarix sahifalariga bu muhrlandi. Bu ishlarni barcha muallifi, tashabbuskori, yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamma ko'rib hayratda. Men shunday deymanki, buni o'sha dunyo mo'jizalaridan deya sanashlik kerak. Birinchidan ulug' zotni o'zlarini o'sha maqomlariga yarasha. Bu marmarlari bo'lsin, Yunonistondan keltirilgan. Bu marmarlarni aynan Yunonistondan keltirishligi bu faqat bugungi kunda Makka, Madinada bo'lib, bugun demak bugun O'zbekistonimizda aynan Hazrat Imom Buxoriyda bu majmuada alhamdulillah bu joylardan olib kelib qo'yildi va u yog'ochlari bo'lsin Hindistondan keltirilgan. Bu har biri bir ulamoga e'tibordir. Hali tarix bo'libdiki, Hazrat Imom Buxoriy bu darajada u kishiga hurmat ko'rsatilmagan. Bu yurtboshimizning ulamolarga bo'lgan hurmatlari, ehtiromlaridir. O'zbek xalqi hammamiz faxrlanishligimiz kerakki, inshaalloh buni barakoti elga, yurtga ko'p bo'lgan inshaalloh. E'tibor berdingiz-a? Betakror ziyoratgohni Imom Buxoriy bobomizning olamshumul mavqeiga, yuksak maqomiga munosib darajada bunyod etish maqsadida 7 iqlimning eng noyob qurilish materiallaridan foydalanildi. Shundan tashqari barcha obyektlar qaytadan qurildi. Qurilganda ham eng oxirgi qurilish andozalari asosida qurildi. Marmarlarimiz Gretsiyadan keldi, Turkiyadan kelgan, Portugaliyadan kelgan. Maqbara qismiga borsangiz yashil toshlar bor, juda ham noyob. Endi eng katta bir yutug'imiz shunday bo'ldiki, ana shu qurilish jarayonida bir necha marta prezidentimiz tashrif buyurdi majmuaga. Har bir tashrifida har bitta detalgacha e'tibor berib, talab qilib, ana shu kelayotgan ziyoratchilarga, mehmonlarga qulay sharoit, yaxshigina ko'rkam bino yaratish bo'yicha o'zini tavsiyalarini berib bordi. Bu bizning yutug'imiz bo'ldi bu. O'shandan foydalanib shu natijaga erishdik.
prezidentimiz har gal Samarqandga kelganida majmuaning qurilish jarayoni bilan tanishib, bu joy faqat ziyorat emas, ilm, ma'rifat, tarbiya va ibrat maskani bo'lishi, Imom Buxoriyning buyuk izlanishlari, bilimi hamda kamoloti ziyoratchilar, ayniqsa yoshlar uchun ezgu namuna bo'lishi kerakligini ta'kidlagandi. Darhaqiqat, muazzam majmua ziyorat bilan birga ma'rifat, tarbiya va ibrat o'chog'i bo'ladi. Prezidentimizga katta rahmat. Bunday katta qurilish, mana shunday obodonchilikni xalqimizning yuragida o'ylab yurgan narsasini prezidentimiz qurib berdi. Mana shunday katta ishlarni qilib berdi. Endi butun dunyodan kelib ko'radigan joy bo'ldi. Bu darajada obod bo'lishini hatto o'ylab ham ko'rmaganmiz. Bu yerda ko'rgan odam ruhan shod bo'lib chiqib ketadi. Har bir inson kelib ko'rish kerak. Ayniqsa yoshlarimizni olib kelishimiz kerak, ko'rish kerak ular. Biz faxriylar ularga tushuntira bilishimiz kerak. Mana shunday joy bo'lgan, mana bugun bunday bo'ldi. Prezidentimizni rahnamoligida mana shu ishlar amalga oshirilganligini biz yoshlarga, xalqqa tushuntira bilishimiz kerak. Ming marta rahmat prezidentimizga, xalqimiz baxti uchun, kelajagi uchun, yoshlarimiz uchun, yoshlarimizni kelajagi uchun mana shunaqa narsalarni yaratib beryapti-ku prezidentimiz. Ayniqsa yoshlar uchun shunaqa g'amxo'rlik qilinyapti-ku, buni so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi. Bu majmua musulmon dunyosiga katta tuhfa bo'ldi. Bu joylarga men yoshligimda dadam rahmatli olib kelardilar. Juda bir tashlandiq, qarovsiz joylarida men yosh bolaman, dadam nima uchun bu yerga keladilar deb hayron qolaydim. Majmuani qurilishida hurmatli prezidentimiz bosh-qosh bo'lib, yangi yo'nalishlar berib, bugun majmua butun O'zbekiston xalqini, kerak bo'lsa dunyo musulmon ahlini bir ko'nglidagidek maskan bo'ldi desam, men ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Mazmunga yarasha shakl ham bo'ldi. Menimcha mana shu uyg'unlik bugun xalqimizni bu yerga chorlayapti. Dunyoni bu yerga chorlayapti. Musulmon olami bu maskanga kelib albatta prezidentimizni amalga oshirgan ishlariga qoyil qolib tashannonlar aytib ketadi degan fikrdaman. Katta kompleks barpo bo'ldi-da. Bu joyda hadis ilmi maktabi bor, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bor. Hammasi bir joyda, bir uyg'unlikda joylashdi. Muhtaram yurtboshimiz ko'p ta'kidlaydilarki, bu joy ilm, ma'rifat nurini tarqatadigan joy bo'lsin. Kirgan odam chiqayotganda bir katta bir ilmga ega bo'lib chiqib ketadi. Yoshlarimiz bu joylarga kelib, ziyorat qilib, ajdodlarimiz qanaqangi buyuk zotlar bo'lishgan, biz ham shunaqa bo'lishligimiz kerak degan bir tushuncha bilan qaytishadi. Ziyoratgoh xalqimiz uchun, jahondagi barcha musulmonlar uchun ezgulik va ma'rifat nurini taratadigan qutlug' maskanga aylandi. Muhtasham majmuani ochilishini intiqlik bilan kutayotgan millionlab insonlar bugun Samarqandga oshiqmoqda. Masalan, Indoneziyaning Kalimantan Post gazetasi bosh muharriri Eka Shanti Rofi xonim bu tarixiy kunni 5 yil kutdi. It has been 5 years of waiting. Bu kunni 5 yil intizorlik bilan kutdim. Doimiy ravishda yangiliklarni kuzatdim. Sayyohlik agentliklaridan Imom Buxoriy majmuasining ochilish vaqtini so'rab surishtirdim. Mana nihoyat O'zbekiston prezidenti tomonidan rasman ochilgan muhtasham Imom Buxoriy majmuasi qarshida turibman. Indoneziyaliklar uchun Imom Buxoriy islom olamining eng yuksak siymosi. Uning Sahihul Buxoriy asari esa diniy ta'limimizning bosh manbasi va cho'qqisi. U zot qalblarimizda yashaydi. Bizni bu muqaddas qadamjo bilan nafaqat ma'naviy, balki tarixiy rishtalar ham bog'lab turadi. So these visions will invite more Indonesian to come. Bugungi tarixiy ochilish marosimi nafaqat indoneziyalik, balki dunyodagi 1.8 milliard musulmon ahli uchun O'zbekistonning jozibasini yanada oshirishiga ishonaman. Ushbu ulug' kun bilan barchani muborakbod etaman va bu maskanga ziyoratchilar oqimi to'xtamasligini tilayman. Bu joy juda boshqacha. Bu yerdagi ulug'vorlik qalbingizga osoyishtalik bag'ishlaydi. Yer osti muzeyida Imom Buxoriy birgina payg'ambarimiz hadisini tasdiqlash uchun yillar davomida qilgan safarni ko'rasiz. Yosh avlod bu joyni ko'rishi kerak. Yangilangan majmua Imom Buxoriyning mashaqqatli hayotini haqiqiy his ettirdi. Bugun biz muborak O'zbekiston zaminida nurni ko'ryapmiz va yanada ko'proq indoneziyalik ziyoratchilar bu yerga kelib, ushbu tarixiy tajribani his qilishni istayman. Bu tarixiy merosni prezident Shavkat Mirziyoyev bugun jahon miqyosidagi islom ilmiy markaziga aylantirdi. Imam Buxoriy is a prominent narrator of hadith which have a tremendous impact not only for the Indonesian Muslim but the Muslim around the world. Imom Buxoriy nafaqat Indoneziya musulmonlari, balki butun dunyo musulmonlari uchun juda katta ta'sirga ega bo'lgan hadislarning yetuk roviysidir.
Shunday ekan, Imom Buxoriy majmuasining qayta bunyod qilinishi islomiy meros shon-shuhratining qayta tiklanishi sifatida ko'riladi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti janob oliylari Shavkat Mirziyoyevga ushbu muhtasham Imom Buxoriy majmuasini qayta qurish va kengaytirishga bo'lgan yuksak fidoyiligi uchun o'z minnatdorligimizni va tabriklarimizni izhor etmoqchimiz. Musulmonlar aynan shu bilan faxrlanadilar. O'zbekiston va Indoneziya juda uzoq tarixiy aloqalarga ega. Bu 11-asrda Samarqanddan buyuk bir olim Indoneziyaga kelib, xalqqa mo'tadil islomni o'rgatganidan boshlangan va mo'tadillik madaniyatimizga rang bergan. Imom Buxoriy majmuasi Indoneziya xalqi uchun alohida ahamiyatga ega. Hozirda Indoneziyaning Toshkentdagi elchixonasi va O'zbekistonning Jakartadagi elchixonasi indoneziyalik sayyohlar va ziyoratchilarning Makka va Madinaga haj safarini amalga oshirishdan oldin yoki keyin Imom Buxoriyni ziyorat qilish niyatlarini yengillashtirish maqsadida Jakartadan Toshkentga yoki Toshkentdan Jakartaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni kuchaytirish orqali ko'prik qurish uchun birgalikda ishlamoqda. Shunday qilib, kelajakda Indoneziyadan keladigan ziyoratlar tufayli yanada mustahkamroq aloqa bo'ladi. Imam Bukhari is really in the heart of Indonesian Muslim. Imom Buxoriy ijodiga murojaat qilish Indoneziya musulmonlari va butun dunyo musulmonlarining qalbidadir. Ushbu majmuaning kengaytirilishi va qayta qurilishi Indoneziya musulmonlarini va butun dunyo musulmonlarini bu yerni ziyorat qilishga jalb etadi va rag'batlantiradi. Bu Makka va Madinadan keyingi eng katta ziyorat bo'ladi. Chunki Imom Buxoriyning asari Qur'ondan keyin ikkinchi o'rinda turishi tan olingan. Imom Buxoriy majmuasida bu go'zal va muhtasham asar yaratilgach, Indoneziyadan va butun dunyodan kelgan musulmonlar uchun yangi manzillar paydo bo'ladi. Ayniqsa Samarqandning Indoneziyadan kelish uchun strategik joylashuvi, chunki bu Jakarta, keyin Samarqand, keyin Jidda. Shunday qilib, bu umra ziyoratchilari uchun Makkaga borishdan oldin va keyin ziyorat qilish uchun yangi manzil bo'ladi. Bu O'zbekistonning o'z o'rniga va islom sivilizatsiyasi zamini sifatidagi nufuziga haqiqatdan ham hissa qo'shadi. Majmua avval bir kunda 12 ming ziyoratchiga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, hozir 65 ming nafar mehmonga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Ushbu muhtasham majmua Ramazon oyining so'nggi kuni, Hayit bayrami arafasida rasman ochilishi o'zbek xalqi uchun ajoyib sovg'a bo'ldi. Biz Qashqadaryodan keldik, Shahrisabz shahridan. Bu yerga eng oxirgi marotaba 8 yil oldin kelgandim. Oldin kichikroq edi majmua. Hozir juda ajoyib bo'libdi, go'zal, juda ham xuddi Madinani eslatadi. Tilimiz ojiz, ko'zimga yosh keldi. Shundoq kunlar kelganiga xursand bo'ldik. Prezidentimizni shunday tashabbuslari bilan qilingan. Biz u kishidan minnatdormiz. Umrlari uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bugun bizning quvonchimiz cheksiz. Quvonchimiz cheksizligi Islom sivilizatsiya markazining ochilishi. Bugun Imom Buxoriy hazratlarining mana shunday majmuaning yaratilishi bizning O'zbekiston xalqining bir baxti. Mana bunday obodonchiliklarning tashabbuskori yurtboshimizning sa'y harakatlari bilan 2 kunda mana shunday ikkita eng katta ulug' joylar ishga tushirildi. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Mablag'da ayamasdan xalqdan, yoshlarimizdan Shavkat Miromonovich xalqimizga ana shunday sharoit yaratib bermoqdalar. Maqsadlari O'zbekiston davlatining butun dunyoda qanday o'zbek xalqi borligini tanitish, kelajak avlodni, yoshlarimizni ilmli, bilimli bo'lib o'tgan avlodlarimiz kimligini mana shunday anglatishdan iboratdir. 20-mart kuni 65 mingdan ziyod ziyoratchilar tarixiy lahzalarning shohidi bo'ldi. Imom Buxoriy majmuasidagi muhtasham yangi masjidda ilk hayit namozi o'qildi. Shu ochilish marosimiga kelmanda bir necha yil kutdim. Yaqinda televideniya orqali eshitib, mana bugun erta tongda shu yerga keldim. Uzoqdan ko'rib, bilasizmi, yuragim jiziladi. Uni so'z bilan ta'rif yo'q. Qancha joy aylanib chiqdim, qarasam shunaqa go'zal, shunaqa chiroyli odam ko'rsangiz havasingiz keladi. Men shu kunga yetkazgandan xursandman. Bir necha yildan buyon Samarqandda yashab, ilm ahliga saboq berayotgan misrlik doktor Saloh Iso ham ushbu majmuaning butun musulmon dunyosidagi ahamiyatini tahlil qilib berdi. Va hada amalun azimun jidda. Bunday ulkan va mazmun mohiyatga boy ishlar ortida davlat rahbarining oqilona siyosati hamda bunyodkorlikka bo'lgan qat'iy intilishi mujassam. Bugun amalga oshirilayotgan yirik ma'naviy va ilmiy loyihalar bu yuksak tafakkurga ega, tarixiy merosni chuqur anglaydigan va kelajakni strategik asosda barpo eta oladigan davlat rahbarining samarali faoliyati natijasidir. O'zbekiston prezidentining donoligi eng avvalo u nafaqat iqtisodiy va siyosiy islohotlarga, balki jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratayotganida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ayni paytda bunyodkorlik siyosati tufayli
siyosiy yurtingizda yangi maskanlar, ilmiy markazlar va ziyoratgohlarning barpo etilayotgani o'zbek xalqining boy o'tmishiga yuksak hurmat va porloq kelajakka bo'lgan mustahkam ishonchning yorqin ifodasidir. Bu esa har bir fuqaro qalbida faxr va minnatdorlik tuyg'ularini uyg'otadi. Shu ma'noda Imom Buxoriy majmuasi nafaqat arxitekturaviy yutuq, balki davlat rahbarining yuksak tafakkuri, uzoqni ko'ra bilishi hamda ajdodlar merosi va islom sivilizatsiyasiga bo'lgan chuqur ehtiromining amaliy ifodasidir. Men mana shunday mahobatli, ham siyrati, ham surati go'zal bo'lgan majmua bilan nafaqat o'zbekistonliklarni, balki butun islom olamini samimiy qutlayman. Bir so'z bilan aytganda, ushbu majmua tom ma'noda har bir inson kelib ziyorat qiladigan, ma'nan yuksalib, ruhan poklanadigan bemisl maskan bo'ldi. Yana bir muhim jihat, aynan prezidentimiz taklifi asosida yangi majmuada yana bir ma'naviy xazina, Imom Buxoriy innovatsion muzeyi tashkil etildi. Prezidentimiz majmuani yangi O'zbekiston durdonasi deb atadilar. Chunki yangi O'zbekiston 3-renessansi poydevori ham aynan allomalar merosini qaytadan tiklash, jonlantirish, uni tadqiq etish bilan bo'ladi. Majmua faqat Imom Buxoriyni ziyorati uchun emas, balki ilm maskani, ma'rifat maskani bo'lsin deb aytayaptilar. Chunki kelgan inson Imom Buxoriyni merosini, hayoti, uni faoliyati, uni qoldirgan boy merosini ham bilib ketsin. Bu muzeyning ochilishi tarixini aytadigan bo'lsak, prezidentimiz Makka Madinaga ziyorat qilganlarida Madina shahrida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muzeylariga kiradilar. Innovatsion muzey bo'ladi. O'shanda bir g'oya tug'iladiki, nima uchun Imom Buxoriyni ham shu kabi muzeyni qilish kerak emas degan. Shunday fikrdan keyin qaror qabul qilinadi va muzey ochilishi ishga tushadi. Bu yerda maqsad shu ediki, ya'ni kelgan har bir ziyoratchi o'z Imom Buxoriy birinchi ilmni qayerdan oldi, ustozlari kim bo'ldi, uni shogirdlari kim bo'ldi, uni asarlarining asosiy mohiyati nimadan iborat degan savolga javob topsin degan maqsad qo'yildi va shu maqsadga erishildi ham. Ziyoratgoh atrofida xizmat ko'rsatish binolarida bitta 4 yulduzli, 2 ta 2 yulduzli va 22 ta oilaviy uy mehmonxonalari hamda avtoturargoh qurilgan. Nafaqat mintaqadan, balki qo'shni davlatlardan ham ziyoratchilar bu maskanga oshiqyapti. Bizga nasib qildi mana shu Al-Buxoriyda mana shu ochilishi merosini bizlar 2 kun oldin eshitdik buni. Shundan shu Tojikiston Respublikasidan chegaradan o'tib kelib, oqshom keldik, ertalabgacha masjidda namoz o'qidik, ertalabki bomdod namozini o'qidik, idona hayit namozini o'qidik, ziyorat qilib, endi namoz jumani o'qiymiz, keyin uyga qaytamiz. Taassurotlar qanday? Taassurot juda ajoyib, juda ajoyib. O'zgarish behad. Juda ham zo'r, juda ham yaxshi, ajoyib. O'zbekiston xalqi prezidenti boshchiligida haqiqatan ham mehnat qilgan. Bu endi ming yillar davomida faxrlanib yursa arziydi-da. Bu endi Makkatul Madinadan keyin 3-joyda turayotgan. Islom dunyosida bunday majmualar yo'q endi. Tojikistondan keldi. O'qib qoldik-ku, shu masjid ochiladi ekan shu bugun. Chunki yaxshi niyatlar bilan o'tirib, shu yerdan keldik. Mana prezidentimiz ochgan ekanlar, muhtaram Shavkat Mirziyoyev. Hayit namozlarini o'qidik, niyatimizga yetdi. Armonim yo'q boshqa. Majmuani ko'rib, ishoning meni gapimga, men xuddi bir Makka Madinaga borganday bo'ldim, o'zimni his qildim. Men o'ylayman, ikkinchi haj joyidek bo'lib qolgan mana shu yerga. So'z bilan aytib bera olmayman. Hech narsa deb aytib bera olmayman so'z. Juda ham hayratlanarli. Taassurotlar ajoyib, chunki hamma xursand. Yuzidan ko'rinib turibdi-da. Bir yigit bir umr bo'yi bir uy qiladi-da. Shunchalar xursand bo'ldimki, bu narsani o'zi bo'lmaydi. Yana baribir shu narsani aytishdan charchamayman. Yurtboshimiz bir minut ham o'zlarining jonlarini o'ylamasdan butun mamlakatlarga borib, xalqimiz hech kimdan O'zbekiston kam bo'lmasin. O'zbekistonda o'zini o'rni bo'lsin yoshlarimizga degan ma'noda shunaqa ravon, yaxshi qilib berdilar-da. Yurtboshimizga minglab rahmat-da. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekiston yetakchisining tarixiy tashabbusi, muazzam majmuaning barpo etilishi nodir ma'naviy xazinani chuqur o'rganish bilan birga bashariyat uchun ulkan ilmiy va ma'naviy meros, muazzam obida, buyuk ma'naviy ustun bo'ladi.